Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, bizgacha o'tgan solih salaflarning har birlarining shaxsiyatlari ham, ularning aytgan muborak so'zlari ham kelgusi avlodlar uchun ibrat va namuna ekani shubhasiz. Ularning qaysi birlarining shaxsiyatini olib o'rganmang yoki aytgan so'zlari, qoldirgan ilmiy ma'naviy meroslarni o'rganmaylik albatta saodatimizga sabab bo'lishi, dunyo oxiratimiz baxtiga vasila bo'lishi shubhasiz. Nega? Chunki ular eng avvalo Alloh taolodan qo'rqqan, chinakam taqvo egasi bo'lgan va bir so'z bilan aytganda inson zotiga loyiq va banda otiga munosib kishilar bo'lgan. Inson zotiga loyiq, banda otiga munosib degan ibora oddiy ibora emas, muhtaram azizlar. Buni har kim ham gapiravermaydi va har kim ham buni anglab yeta olmaydi. Inson zotiga loyiq bo'lish bilasizmi? Alloh taborak va taologa yer yuzidagi xalifasi bo'lish sharafiga munosiblik degan ma'noda bo'ladi. Nega deganda Alloh taborak va taolo otamiz Odam alayhisalomni yer yuziga ya'ni yaratishlikdan avval nima degan? Astaizu billahi inni ja'ilun fil ardi xalifa. Men yer yuzida o'zimga bir xalifa yaratmoqchiman degan. Xalifa ya'ni xalifa sultonning nomidan ish ko'radigan, xalifaning vazifasi sultonning nomidan ish bajaradigan, uning bajargan ishlari, uning aytgan gaplari go'yoki sultonning nomidan ketadi. U xalifa sultonning nomidan ish bajaradigan, so'z aytadigan maqomdagi shaxs bo'ladi. Alloh taborak va taolo yer yuzida Hazrati Odamni o'zimga masalan do'st yaratmoqchiman yoki o'zimga masalan bir mahbub banda yaratmoqchiman yoki bir musaffo masalan sofiy deb yaratmoqchiman demadi, xalifa yaratmoqchiman dedi. Odam alayhissalomning safiyillohligi, payg'ambarligi, nabiyligi, agar rasul bo'lsalar, rasulliklari u odamlikdan keyin paydo bo'lgan sifatlardir. Birinchi bo'lib u zot dunyoga odam o'laroq dunyoga keldilar. Shundan keyin u kishiga boshqa fazilatlar berildi. Ko'rsinlar, fatalaqqa Adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi deydi. Avval Odam alayhissalom yaratgandan keyin ma'lum bir muddat o'tgach, keyin u zotga nima kitob berilgan. Demak, biz aytmoqchi bo'lganimiz inson zotiga loyiq, banda otiga munosib bo'lishligi bu juda katta sharaf. Biz nima uchun solih salaflarimizni har birlarini nomlari ham, shaxsiyatlari ham, asarlari ham, so'zlari ham bizning saodatimizga xizmat qiladi deyamiz, bu bekorga emas. Nima uchun bir bandaning so'zi, qilgan amali boshqa odamning baxtiga, saodatiga sabab bo'lish kerak. Buning uchun qachoniki o'sha banda o'zini harakatini ham, sakarotini ham, irodotini ham, kalimotini ham shar'i sharifga, dini hanifga muvofiq bajargandagina bo'ladi. Demak, biz solih salaflariki ahli sunna val jamoa aqidasida og'ishmasdan amal qilgan, va e'tiqodda ham chalg'imasdan mana shu yo'lda kelgan har bir solih salaflarimizni xohlaganlarini xohlagan davrdan, o'tgan asr, undan 200 oldin, 300 oldin, xollas payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning zamoni saodatlaridan kelayotgan sahobalar, tobiinlar, tabi'inlar, ulardan keyingi xalaf, salaf, mashayixoni kibori sig'orlarni har birlari xohlaganlaringizni olib o'rganing. Albatta inshaalloh oxiratga zaxira bo'lgudek bizni ham ular kabi banda otiga loyiq, inson zotiga munosib bo'lishga xizmat qilgudek namuna topishimiz shubhasizdir. Sabab ularni eng nima aytganimiz kabi inson zotiga loyiq va banda otiga munosib bo'lganlari va bu sharafga munosib bo'lganlarning sababi kitob-u sunnatga va undan istinbot qilib chiqarilgan ahkomu, muomala-yu, axloqu ibodatlarda komil amal qilganlarining natijasidir. Alloh taborak va taolo barchamizga ana shunday sharaflar va shunday sharaf egalariga taqlid, muhabbat, iqtido nasib etsin.